Va'da qilingan video. YouTube'da bitta o'rtog'imiz Instagramga tekinga gadget olib bering deyishdi. Tekinga 1 oylik gadjet olib berdik. Keyin esa yana bitta va'da qilingan narsamiz bordi, ya'ni CapCut'ning Pro versiyasini olib beramiz dedik. Endi sizlarga CapCut'ning Pro versiyasi, ya'ni tekinga bu uchun nima qilamiz? Birinchi profilning shapkasiga kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin birinchi o'sha link ustiga bosib Telegram kanalimizga o'tib olamiz. Telegram kanalimizga o'tgandan keyin o'sha Telegram kanalimizda mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bitta CapCut Pro emas, 5 ta narsani Pro versiyasini tekinga berib oldik. Ya'ni nima? Piscatni, Remini'ni, ChatGPT'ni Pro versiyasi, Grok'ning Intellect'ni Pro versiyasi u ham, CapCut'ning Pro versiyasi u ham, ya'ni 5 tasi tekinga. To'g'ri, sizlar bitta CapCut'ning Pro versiyasini so'radinglar, men 5 ta narsani Pro versiyasini tekinga Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Endi sizlardan bitta kerakli narsa Telegram va YouTube, Instagram 3 ta narsamizga obuna bo'lish, esinglardan chiqmasin. Barchalarga kattakon rahmat.